YouTube tarmog'ida Agrovodiyni kuzatib turganlar, bugun 30-dekabr. Bu yil yakunlanyapti. 26-yilga o'tishimizda qishki kunida mana Tbilisida qulpinoy yetishtirayotgan akamizni oldiga keldik. Assalomu alaykum Agrovodiy qatnashchilari. Keldi qulpinoy egani. Endi bu sir atvorlarini bir qator qisqacha qilib aytsangiz, Agrovodiy uchun qiziq bo'ladi. Sababi kimdirda Tbilisasi bor, bekor yotgan, ular ham qilishi mumkin. Albatta, mas'uliyat qilib nomerini qo'yib qo'ysiz. Pastga nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Albatta maslahat berib boramiz ularga. Bu yerda shu o'zida maxsus o'g'itlari bor. Kalsiy, magnit, sink, temir o'zini tushuntirish uzoq olib ketadi-da. Shuning uchun mana hozir yaxshi qaraganmiz hisobiga Xudoga shukr, Allohga ehson shukur, mana qulplar sotyapmiz mana. Bugungi chислoni aytib boring. 30-dekabr. Qarang, Yangi yil kuni. Yangi yil dasturxoniga qulpinoy uzilyapti mana, Xudo xolasa. Mana gideta 4 soat, net soat edi bu. 3 soat yangi qilgan joyi 3 soat. 6 soat edi, mana qulpinoy qishda ham bemalol yozli kunida uzilyapti. Mazasiga gap yo'q. Sorti nima edi buni? Bizda qo'shib aytaman, bizda hozir Murana, Albion, Cabrilla, Florida Beauty, Malga degan 5 xil nav bor. Aynan pishib turgan navi? Pishib turgan hozir Albion. Albion. U qolgan hammasi mevalar bor. Hammasi Yevropani navi. Yevropani navi. O'zimiz mahalliylar yo'q. Hammasi Yevropani navi. Ha, zo'r ekan, zo'r ekan. Yangi tomonga faqat Murana ekanmiz, yangi tomonga. Nima deysiz endi Tbilisasi bor akalarga? Qilishsinmi, foyda qiladimi? Albatta, mana ko'ringchi, mana bizda maqtanish emas, bahor, yoz, kuz, qish uzluksiz qulpinoy bo'ladi bizda. Ha. Qatta daromad bunaqa daromad qayerda bor? Ha, hozir tem bo'li qishki kunida pul kirgan yo'q. Qishloqda-da endi. Shu tagida pul uzilmaydi, doim pul turadi. Eng qiziq joyi shu. Zo'r ekan, zo'r ekan. Ekishni tavsiya qilib qolasiz. Maslahatlar bo'lsa, akamizning nomerini pastga qoldirib ketaman. Tashqari biz hozir kunda ko'chatlarimiz ham bor. Albion degan ko'chatlarimiz bor. Keyin mana shu navda. Hay, meni shuni. Mana hozir shundan terdik, haqiqatdan shu Albion degan nav shu. Maydami deganlarga mana. Yo'q, katta, chiroyli, uzun, cho'lcha bo'ladi mana. Ajoyib. Go'zal. Bittadan like bosib, qiziq bo'lgan bo'lsa o'tib ketinglar. Undanda yangi videolarni, bog'dorchilikka taalluqli videolar chiqarib boramiz. Podpiska bo'lsalaring, ko'rib turasizlar. Rahmat sizga ham.